Hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan Windows operatsion tizimining o'z antivirus dasturini ishlatish usullarini ko'rib chiqamiz. Uning uchun biz Windows va R knopkalarini birgalikda bosamiz. Va bu yerga MRT so'zini kiritamiz va OK knopkasini bosamiz. Birozdan so'ng bizning ekranimizda antivirus dasturining oknosi paydo bo'ladi. Mana paydo bo'ldi. Mana biz uchun 3 ta variantni taqdim etdi. Ya'ni tezkor qidiruv, sinchiklab sekin qidiruv va aynan bitta papka yoki biror bir diskni qidirish usuli. Biz bu yerdan tezkor qidiruvni tanlaymiz va dali knopkasini bosamiz. Mana dasturimiz tezkor qidiruv varianti orqali kompyuterimizdagi viruslarni qidiryapti. Buning afzalliklari birinchidan dasturning bepulligida, ikkinchidan xavfsizligida, uchinchidan bazalari avtomatik tarzda yangilanib turishidadir. Kanalimiz rivojlanishi uchun videomizga like bosing. Vaqtida yangi videolarimizdan bahramand bo'lishingiz uchun kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Demak, biz har xil bosh og'riq antiviruslardan foydalanmasdan turib ham Windows operatsion tizimining o'z antivirusidan foydalanib axborotlarimizni himoya qilsak bo'lar ekan.